kamonni misol keltirayotganingizda hayolimdan o'tdi-da. Omadni tahlil qilyapmiz. Bizning maqsadimiz unga tayanmaslik degan anaqa qilyapmiz. Lekin o'sha kamonni olib birinchi marta otayotgan odam kamonni olib hamma sabablarni qilib turib shina qo'yib yuborgan paytida birinchi tegadi-ku. Uni kutilmasa birinchi marta otayotganda o'sha tochkaga o'zi ko'zlagan tochkaga tep qolsa, aka nima deydi u? Omadim keldi deydi. Yoki-da teskarisi. O'sha birinchi marta otayotgan odam bitta otganda o'sha kutgan narsasiga tegmay qolsa, mana omadim kelmadi deb o'ylaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, bizda shu narsani qanaqa qilib yoshlarda bu narsani olib tashlasakki, ularni hozirgi aytayotgan ketma-ketlikni dozingizga men 100% ishonaman-da. Chunki bu dunyo shu sabablarga qurilgan. Buni siz qaysi din vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar bu narsa o'zi sizga keladi-da. To'g'ri, ana tez kelishi yoki birinchi kelishi u anu duolarni, niyatlarni dozasiga bog'liq. Lekin tegida sabablari qilinishini sababi bu anu kutilmaga ishonmasdan, anu kutilmaga tayanib qolmasligini xohlayapman. Ya'niki yoshlarimizdan shu narsaga tayanmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Mana hozir hamma narsani aytdi. Undan oldin ham kimlardir aytgandir, lekin men sizni variantingizni yoqdim, ya'ni ketma-ketlikda aytib berganingizni. Baribir tayanish katta, buni qanaqa qilib olib tashlasa bo'lar ekan degan fikrim bor. Bu tayanish o'zi aslida mana shuncha gaplarimizni asosiy mahsuli nima edi? Nimaga gapirayotgandik va bular nimaga kerak? Insonlarni baxtli yashashi uchun. Endi qarang, shu yerda bitta qisqacha hozir batafsil tushuntiraman. Qisqacha boshqa narsaga to'xtamoqchiman. Baxt degan tushuncha bor, a? Muvaffaqiyat baxtmi sizningcha, Umid aka? Yo'q. Ba'zasida boshqa narsa turadi. Yashang. Muvaffaqiyat bu raqamlar. Muvaffaqiyat bu bir ishning natijasi, mahsuli. Natija. Dunyodagi aksariyat muvaffaqiyatlar baxtsiz. Aksariyat muvaffaqiyatlar baxtsiz. Juda ko'p. Istagancha misol keltirish mumkin. Keltir deydiganlarga internetga kirib qidirib topsin. Marhamat. Lekin baxtlilarning hammasi muvaffaqiyatli. Shunaqa. Hammasi. Endi baxt o'zi nima? Bu dunyoda baxt bormi? Yo'q. Bu dunyoda yana aytaman, bugungi suhbatimizdan ancha-muncha odam g'alati gaplarni eshitishi mumkin. Roziman, kommentlarda yozaveringlar, bemalol chaqlanadi. Qarang. Dunyoda baxt bormi? Yo'q, dunyoda baxt yo'q. Takrorlayman, bu dunyoda hech kim uchun, na musulmonlar uchun, na g'ayridinlar uchun, hech kim uchun tugal baxt mavjud emas. Endi azobchi, baxtning teskarisi azob, musibat, muammochi bormi dunyoda? Dunyoda azob ham yo'q. Unda shuncha odam nimaga azoblanib qiynalib qilib yuribdi? Nega shuncha odam o'lyapti? Nega urushlar bo'lib odamlar o'lib ketyapti? Qiziq narsada, men shu narsalarni o'zim o'qib, ustozlar bilan tahlil qilayotganda o'sha miyamdagi bo'layotgan jarayon o'zimni 2-3 oylab qiynab yurgan. Bu dunyoda baxt bo'lmasa, baxtsizlik bo'lmasa, unda nima bu dunyoda? Bu dunyodagi barcha narsalar muqaddimalar. Kitobning muqaddimasi. Tamam. Kirish qismi bu dunyoda. Azob, kirish qismi. Baxt kirish qismi. Va bularning hammasi o'tkinchi. Bir inson umrim davomida baxtli yashadim desa yolg'onchi odam. Qayerdadir siqilgan, qayerdadir muammo kelgan, qayerdadir musibat kelgan, ota-onasi o'lib qolganda siqilgandir. Misol, bemor bo'lib qolgandir, kasal bo'lgandir. Tamomila tug'ilganimdan o'lgunimcha baxtli yashayapman degan odam yolg'onchi bo'ladi. Va aksincha bir inson aytsaki, tug'ilganimdan beri azobda yashayapman desa, u ham yolg'on gapirgan bo'ladi. Uylanganida xursand bo'lgandir, qorni to'q bo'lganda xursand bo'lgandir. Mana bugun iftor qilamiz, inshaalloh hamma ro'zadorlar iftor qiladi. Shunday og'zini ochishi bilan, xurmoni yeb, orqasidan suvni ichishi bilan shunaqa baxtli his qiladi o'zini. Bu umumiy baxtning ta'rifini aytyapman.
boshqalarni gapi ahamiyatsiz. Baxtning haqiqiy bugungacha men qidirib, izlab, o'qib, diniy va dunyoviy farqi yo'q. Hamma kitoblarni o'qib jamlagandagi xulosam, ustozlarimiz bilan o'tirib gaplashgandagi xulosa, bu dunyoda komil baxt yo'q, bu dunyoda tamomila azob yo'q. Bu dunyodagi barcha narsalar muqaddimalar. Bir insonni 1 trillion dollar, hali yer yuzida 1 trillionga chiqqan dollar bor. Odam hozirgi kunda yo'q. Nimaniki Elon Muskniki qancha 600 milliard bo'ldimi? Shunaqa. 1 trillion dollar bor deylik bir insonni. 1 trillion dollar bor. 1 trillion dollar bor. Agar musulmon bo'lsa, bizga o'xshab kun bo'yi u ham och yuribdi. 1 trillion bo'lsa ham ovqat yemaydi, suv ichmaydi. Iloji yo'q. Mumkin emas. Chunki roza u. Steve Jobs aytgani, shuncha pulim bor, oshqozon rakidan o'lib ketyapman. Afsuski pulimni hech qaysi menga davo bo'lishiga sabab ham bo'lmayapti degan. Oshqozon rakidan o'ldi ketdi. Misol uchun. 1 trilliyoni bor. Bu uning uchun baxtmi? Yo'q, u 24 soat anu pulni qanaqa ko'paytirish, qanday himoya qilishni o'ylab siqilib yuradi. Yoki aksincha, bir inson bir tiyin puli yo'q. Lekin bir kunlik yeydigan taom bor xolos. Xursand bo'lib yuradi. Xotirjam, ha desangiz, "Ya Xudoga shukr, ko'zim ko'radi, oyoq qo'lim yuribdi, maza qilib yuribman" deydi. Hech narsani o'ylamaydi. Baxt bu nisbiy tushuncha. Endi soddaroq tushuntirsak, baxt yuqorida aytganimdek, insonlarning qarori, niyati va o'sha baxtdan muqaddima. Ana shu ham o'tkinchi. Baribir bir kun tugaydi. Istaganlaringcha yashanglar degan, baribir bir kun o'lasizlar degan. Istagan ishlaringni qilinglar, har bittasi uchun javob berasizlar degan. Yaxshi bo'lsa mukofotini, yomon bo'lsa jazosini olasizlar va istagan insonlaringni yaxshi ko'ringlar, baribir bir kun ajralasizlar degan. Ya'ni bu dunyodagi hamma narsa muqaddima, bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi va mana shu o'tib ketadigan dunyoda tasavvur qiling, siz bekatda turibsiz. Millat universitetiga kelmoqchisizda, Chorsuvda bekatda turibsiz. Bunday qarasangiz, bekatda chiroyli naqshlar, bu tarafda gullar va o'sha yerda tekinga nimadir taom, ichimliklar berayotgan ekan. Siz muhabbat qo'yib o'sha bekatga yopishib olsangiz, ko'rganlar, "Iye, Umid aka yaxshi tupa-tuzuk odam edi-ku, nima bu o'tib ketadigan, hamma kelib ketadigan bekatga bunaqa yopishib qoldi" deydi. Siz xursand bo'lib ketmaysiz-da u narsadan. Ha, taom beryapti ekan, ehson qilyapti ekan, Alloh iftorlikka beryapti ekan, Alloh qabul qilsin. Bekatni chiroyli qilib qo'yibdi, baraka topsin. Musulxonami, axlatxona emas ekan, chiqindixona emas ekan. Bo'ldi. Lekin siz unga muhabbat qo'yib, abadiy yashayman deb o'sha yerda yopishib olmaysizda. Dunyo o'zi shunaqa. Bu dunyo o'zi shunaqa. Boy bo'lsangiz ham, kambag'al bo'lsangiz ham. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, anu odamni birinchi marta ilk dafatan o'qni tortib otishida tegib qolishligi bu taqdir. Lekin odatda bunaqa narsa milliondan, milliarddan bir marta bo'ladi. Voqelikka qaytadigan bo'lsak, men o'zim suvoriy klubining a'zosiman. Ot minaman, o'q otaman kamondan. Murod aka degan bizning bir yaxshi do'stimiz bor. Shu bovurimiz, shu bilan birga borib chiqib turamiz. Taniyman. Ha, men ancha borganman. Men masalan o'sha suvoriyga, siz ham borgan ekansiz. Birinchi marta borganimda o'xshamagan menda. Va biz bilan birga borgan 20 kishining hech qaysisida o'xshamagan. Hech qaysisida. Nimaga? Chunki bu dunyo shunaqa yaratilgan. Chaqaloq tug'ilgandanoq yurib ketmaydi. Gapirmaydi. O'zini his qilmaydi. Shunaqa yaratilgan. Qoida shunaqa, qonun qoida shunaqa. Avval birinchi pilla poyaga chiqasiz, keyin 2 ga chiqasiz, keyin 3, keyin 4. Zinalar ana shunday ketma-ketlikda sababiyat qilib yaratilgan. Osmondan yomg'ir yog'ish uchun albatta okean yoki dengiz yoki ko'l yoki daryodan, demak, havoga suv parlanishi kerak. Endi bu kim parlantiryapti, kim uni shunaqa qilib yog'diryapti, bu boshqa masala. Bu endi e'tiqod masalasi. Lekin sababini shu yaratuvchini o'zi shu sababga bog'lab qo'yibdi hamma narsani. Er-xotin nikohlanadi, ana keyin farzand bo'ladi. Bo'lmasa yo'q, bittasi menga egizak bola ber desa, erga tegmasa yo uylanmasa unga egizak bola berilmaydi. Sabab qilinadi,
ana keyin shunga yarasha natijalar bo'ladi. Faqat bizga buyurilgan narsa biz natijani o'zimizdan deb, o'qimizdan deb, kuchimizdan deb bilmaymiz. Biz natijani yaratuvchidan deb bilamiz. Va sabab qilishligimiz majburiy ekanligini, xuddi chanqaganimizda borib suvni olib ichganimiz kabi sababini qilishga majburmiz. Tamom, bundan boshqa yo'li yo'q. Ana endi natija qanday bo'lsa shunga rozi bo'lamiz. Mana bu taqdirga rozilik deyiladi. Hali Hazrat Umar aytgan-a? Ertalab eshigimni ochib uyimdan chiqsam, bir yaxshi narsalar bo'lib turgan bo'lsa, xursand bo'lmayman hech qachon degan. Chunki bilmayman bu men uchun xayrlimi, xayrsizmi. Aksincha chiqsam, yomon narsalar bo'lib turgan bo'lsa, unda xafa ham bo'lmayman. Chunki bilmayman, ehtimol shu men uchun xayrlidir degan. Biz bilmaymiz. Banda o'zi